Bu qissadagi voqealar asarning bosh qahramoni taqdiri bilan bir vaqtda kuldiradi, bir vaqtda yig'latadi. Asarning bosh qahramoni Qo'shoqvoy. U mard, sodda, mehnatkash, haqiqiy qishloq yigitlaridan biri. U orzulari sari intiladi, halollikdan chekinmaydi, lekin atrofdagi yolg'on va adolatsizlik to'ridan qutula olmaydi. Qissada Qo'shoqvoyning bolalik orzularidan boshlab butun hayoti birma-bir tasvirlanadi. O'tkir Hoshimov kolxoz hayoti misolida qishloq odamlari qanday adolatsizliklarga ko'nib yashashga majbur bo'lganini ochib beradi. Bu ta'limdan mahrum qilingan, umri paxta dalalarida o'tib ketgan, orzulari so'ngan oddiy xalqning hayoti. Qo'shoqvoy ham shu kolxoz tizimida rais buva va uning korrupsioner hamtovoqlar orasida yolg'onlarga ko'milib yashaydi. To'g'rilik, halollik va vijdon bilan yashash qanchalik qiyin ekanini har qadamda his qiladi. Qo'shoqvoy katta orzular bilan Toshkentga o'qishga boradi, biroq adolatsizlik yana o'zini ko'rsatadi. Uning do'sti Shodi yurist bo'lib ketadi. Qo'shoqvoy esa orzulari yakson bo'lib, yana qishlog'iga, ferma hayotiga qaytadi. Lekin u tushkunlikka tushmaydi. Halol mehnat bilan o'z o'rnini topadi. Shu paytda uning hayotiga muhabbat, Nargisxon kirib keladi. Ularning tuyg'ulari beg'ubor va samimiy. Qo'shoqvoy uni qattiq sevib qoladi. Ammo taqdirdan qochib bo'lmaydi. Yana rais buva, yana adolatsizlik. U Nargisxonni Qo'shoqvoyga turmushga beradi va bu quvonch 4 oy ichida fojia bilan yakun topadi. Qissa yakuni yurakni ezadi. Halollik, sevgi, orzular, bularning barchasi adolatsizlik, jirkanchlik botqog'iga botadi. O'tkir Hoshimovning bu uslubi kulgi va dardning ajoyib uyg'unligi. Siz qissaning bir sahifasida kulib, ikkinchi sahifasida yig'laysiz. U satira orqali achchiq haqiqatlarni ko'rsatadi. Odamlarning oddiy hayoti kulgili tuyulgan holatlar ortida hayotning mashaqqatlari yotadi. Albatta qissani o'qib chiqishingizni umid qilamiz.